Hurmatli do'stlar, bugun sizlarga stroykaga ishlatiladigan aravalarni qisqacha obzor qilib beraman. Videoni ko'rishdan oldin обязательно bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Manzilimiz Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan Nilufardagi Taxta bozori shundan ro'parasida. Hurmatli do'stlar, birinchi aravamiz Jiguli balon konteyner list. O'zimizni Qo'qonda usta bolalar yasab beradi, hurmatli do'stlar. Undan tashqari bizada skuter balonli aravalarimiz ham sotuvga kelgan. Buni ham listda konteyner list, faqat baloni skuter balon, hurmatli do'stlar. Xo'p, bularimiz hozirgi kunda Nalichida bor. Narxiga narxini aytib o'taman, hurmatli do'stlar. Narxi hozirgi kunda 450 ming so'mdan sotilayotgan ekan. Udobna, chunki stroykada shag'al ortishingiz mumkin, turpoq ortishingiz mumkin, klinis ortishingiz mumkin. To'kishga bemalol qulay, hurmatli do'stlar, ustalar qiynalmaydi. 450 ming so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimiz bor, faqat pulli, ustakalar pulli bo'ladi. O'zbekistonning istalgan nuqtasiga imkon qadar kelishilgan holatda dastlabkasini qilib beramiz. Bemalol telefon qilib urasizlar, bundan-da yaxshi aravalar ham xudo xolisi keladi. Hozirgi kunda Nalichida faqat Jiguli balon, skuter balonli stroyka ishlatiladigan aravalarimiz bor. Yoqsa like bosib qo'yasizlar, arava qidirib yurgan tayinchilarga jo'natib qo'yasizlar.